Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Navbatdagi qafaslarimiz kaptarlar uchun tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan bo'lishamiz albatta. Sizlardan esa har doimgidek bir dondan like kutib qolamiz. Qafasimiz mana bitta oldi ko'rinishlariga baho berasizlar. Juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Qafasimiz razmerlariga keladigan bo'lsak, 2,5 metrga eni 90 santimetr bo'ldi. Chunki zakazga tayyorladik, yo'lakka qo'yarkanlar akamiz. Qafasimiz mana tashqida sivitlari ham mavjud. Juda ham chiroyli holatda. Ichida ham sivitlari bor. Ranglari esa mana Levis ranglari, tilla ranglarga bo'yab berdik. Mana juda ham chiroyli holatda. Pastda ham portichkalar va ikkala yonida ham portichkalari mavjud qafasimizni. Ichlari ham keng holatda bo'lgan. Oldi naveslari ham bir-birlariga uyg'unlashib juda ham chiroyli holatda tayyor bo'ldi. Qafasimizni ichki ko'rinishlariga keladigan bo'lsak, ikkala yoniga uyalarni to'qiganmiz. Keng holatda bu yog'ida 10 ta, bu yog'ida 10 ta, jami 20 ta katta uy qilib berdik. Bu qafasimizni chiroyli qimmat kaptarlarni uchirmasdan boqadigan akamiz zakaz qilganlar. Shuning uchun uylarini posoniga chiroyli qilib tayyorlab berdik. Ideal holatda. Qafasimizni balonlari ham mana erkin harakatlanadi. Mana juda ham yumshoq, shumka holatda qafasimiz. Qolaversa mana suvlar mana bu yerdan oqib, siliflardan pastga tushib ketadi. Juda ham chiroyli holatda chiqdi qafasimiz. Mana bu yerda esa kaptarlar uchun uzunligi 2 metr, eniga 1.60, balandligi 2.30 lik qafasimiz tayyor bo'ldi. Oyoqlarida baloni bor, pastda mana portichkalari bor. Buni ham keng holatda ichida uyalari bor. Qo'noqlari chiqadi mana. Xohlagan payt qo'yib olib foydalanish mumkin. Ranglari mokri asfaltga sepganmiz. Ichida keng holatda 30 ta uyalari mavjud va bitta parlash xonalari, qo'noqlari ham yetarli darajada bu qafasimizni. Juda ham chiroyli holatda bitdi. Xo'p. Keyingisini ham Qashqadaryo viloyatiga tayyorlab berdik. Juda ham mana keng holatda chiroyli bo'lgan. Setkalari ham baquvvat, pastida portichkalari doimgidek va mana bu yerlarga nejvinkalarni qo'yganmiz. Ayvonlariga ham mana juda ham chiroyli naqshlarni o'ziga yarashib turibdi. Tashqi sivitlari va ichki sivitlari mavjud. Ichida esa jami 40 ta gnizdolari bor va parlash xonalari bor. Ikkala yoniga parlash xonalarni o'rnatganmiz. Yo'parada va yoniga qo'noqlarni qilganmiz. Taglari ham baquvvatgina bo'lib chiqqan qafasimiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Bizni kuzatib boring, biz bilan qoling deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.